Hikoya "Men vaqtdan yomonlayman". Ko'nilar vaqt atgan o'q deb to'g'ri aytgan. Chunki vaqt nihoyatda tez o'tadi. Vaqt azaldan mushundaq tez o'tamdi yoki yuqorqidek ta'riflar agashga shundaq tez o'tadigan bo'lib qolganmi? Bunisi menga qarang'u. Mayli nima bo'lsin, men vaqtning bundaq tez o'tishiga norozi. Agar vaqt ostroq o'tgan bo'lsa edi, mening arzu-armonlarim, g'oyaviy planlarim amalga oshib, bugungi kunda ajoyib shon-sharaflarni quchgan, zo'r natijalarni qo'lga keltirgan zotlardan bo'lib, jamiyatda maydonni kerib yurgan bo'lardim. Afsus, to'limi afsus. Vaqtning tez o'tishi mening ashu arzu-armonlarimni ko'pikka aylantirdi. Mening bugünkidek tuzsiz epi yo'q, ishqi epi yo'q bo'lib qilishimga faqat vaqt sababchi. Shunga men vaqtdan yomonlayman. Vaqtning tez o'tadiğini rost, lekin qiziq yeri shuki, vaqt ba'zida menga nihoyatda ost o'tayotgandekmi bilinadi. Mening dars vaqti, imtihon vaqti, takror vaqti deganga o'xshash yana bir qism vaqtlarni o'tkazib bo'lolmay, ichim siqilib ketadi. Bu chaqda menga vaqt istirilkisi oldiga emas, balki orqaga cho'rgilayotgandek bilinib ketadi. Bu qandaq ishdi? Vaqt osti o'tadigan vaqt yoki tez o'tadigan vaqt deb ikkiga bo'linamdigandi. Mayli vaqt qanchaga bo'linsin, menga hech qaysidan foyda yo'q. Chunki osti o'tadigan vaqt odamni zeriktirsa, tez o'tadigani odamni teriktiradi. Shunga men vaqtdan yomonlayman. Bir donaning og'zidan vaqtni ching tutgan baxtini topadi degan hikmatni anglab qoldim. Balkim bu gap to'g'ri bo'lsa kerak. Ba'zi muvaffaqiyat qozongan kishilarmi o'zining vaqtini ching tutganligidan bugungi kunga erishganligini aytishdi. Buni anglab menmi qani boshqalardek vaqtni bir ching tutib boqay degan irodagimga kelib baqdim. Ammo vaqt intayin rahimsizgan. U faqat vaqtni ching tutib, uzluksiz tirishqanlarga, tinimsiz izlanganlarga haqiqiy ma'nodagi baxtni ato qiladigan. Vaqtni qadrlamaganlarga hargizmi mehr-shafqat yuz xotira qilib o'ltirmaydigan. Vaqtni ching tutish degan gap deyishga oson bo'lgani bilan uni qilish baytasgan. Vaqtni ching tutish uchun nurg'un jafolarni tortishga, shu vaqtdan foydalanib, nurg'un natijalarni yoritishga to'g'ri keladigan. Vaqtni ching tutishning bundaq mushkulligiga kim chidalasin? Shunga men vaqtdan yomonlayman. Do'stlar, mening bu yerda sizlarga vaqtni yomonlab dard to'kib o'ltirishimning o'zimi vaqt isrofchiligidir. Ammo menga amal yo'q. Men vaqtdan yomonlamay kimdan yomonlay? Dardimni sizlarga to'kmay kimga to'kay? Shunga do'stlarning menga yordam berishini murojaat qilaman. Balkim oranglarda menga o'xshash vaqtdan yomonlab, vaqtdan og'rinib yurgan do'stlarimizmi yo'q emasdi? Qani kelinglar, hammamiz birlikda taqdirimizni o'zgartishga, o'zimizning go'zal baxtimizni, kelajagimizni yoritishga otlanaylik. Chunki vaqtdan mangu yomonlab o'ltirishning o'rni yo'qkan. Omaxlarim, kech bo'lib ketibdi. Amiz bugun baldir uxlanglar. Tatliq tush ko'ringlar. Xayr xo'sh.